Qishloqqa esa u ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa mahkumman. Bitta odam edim. Bunda qishloqni kim boshqarardi deyishingiz mumkin. Bu savolga ham albatta javob beraman. Bu haqida to'liq gapirib berayotgan ekanman. Bu savolga ham albatta javob berishim kerak. Xo'sh, qishloqni personajini shuncha vaqtdan beri odamlar boshqargan bo'lsa, uni har safar har xil odamlar boshqarishi mumkin edi. Kimni vaqtida